Rasulimiz alayhissalatu vassalam aytadilar, kim bir musulmonni o'ldirishga garchi yarim og'iz gap bilan bo'lsa ham yordam bersa, o'zi o'ldirsa emas azizlar, yarim og'iz gap bilan bo'lsa ham yordam bersa, qiyomat kunida o'sha odamni peshonasiga Allohning rahmatidan noumiddir degan yozuv bilan Allohga yo'liqar ekan. Maktubun ala jabhati deyaptilar Rasululloh alayhisalom. Uni peshonasiga yozilgan bo'ladi. Ayisun min rahmatillahi. Allohning rahmatidan noumid deb. Alloh saqlasin. O'ldirib qo'ysa emas, yana qaytaraman azizlar. Yarim og'iz gap gapirsa, endi azizlar, odamni o'ldirishni da'vat qilayotgan odamni voh, haqni gapiryapti deyotgan bo'lsangiz, hattoki ishora qilib ozgina gapirib qo'yayotgan bo'lsa ham peshonasiga yozilib qo'yadi deyotgan bo'lsa-yu, soatlab gapirayotgan odamni holini ko'ring. Hech kim, hech qachon biror bir odamni o'ldirishga buyurib bo'lmaydi azizlar. Bu narsadan saqlanish kerak. Shuning uchun siz azizlardan to'g'ri xulosa qilishlik, odam o'ldirish, qotillikka olib boradigan har qanday jinoyatdan saqlanishlikka chaqiramiz. Farzandlarimizga o'rgataylik, ta'lim beraylik azizlar. Gunohlar ichida eng og'ir gunoh qotillik gunohidir. Yer yuzida insoniyat ichida birinchi bo'lib boshlangan eng katta gunoh ham qotillikdir. Odam alayhisolamning farzandlari tomonidan birinchi bo'lib yer yuzida to'kilgan qon ham insoniyat ichida eng razil shaytonni qilgan vasvasasi mana shu bo'lgan. Bundan qaytarilingan. Insonni o'ldirish, insonni jazolash, insonni qonini to'kish mutlaq harom azizlar. Mutlaq harom, mumkin emas. Mana shunday adashib ketishligimizdan Allohning o'zi saqlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.